Qisqasi, o'zim haqimdagi vaziyatlar. Men mana bu yerda o'tirganimda, biron joyimda qichayotgan paytimda bu ishlab ketadi. Meni esa mana bu yerda ishlab kelayotgan paytimda esa nima bo'lib ketdi, qancha baland bo'lib ketdi. Ta'sir qilmay turib, keyin hamma narsa ko'tga tiqilib ketadigan. Bu internet ishlamayotgan. Men kerak bo'lsa mana Hasan. Hasan bormi? Qani Hasan? Azlash. Hasan deb o'ylabman, chatga qaramanglar aytdim. Mana chatga qaramanglar yo'q. Hasan dishdi. Aytqin. Sen aytib qo'yding-ku. Aytqin deb banga. Mana yana bitta biron Bukunisi bitta joyimda qo'chayotgan paytimda yana kirisalarcha jonimda ham o'tiribdi. Niku, qandaysan? Tentakmisan? Crazy idiot. Hozir menga ko'rsatib qo'yaman nima deb yozishdi. Hasan dashti qani? Bitamizlab. Big. Chati. Surxondan. Dirmatan. Hello. Nazdan biron joyni qichayotgan paytda mandaga bitadi. Kito deb o'tibman bo'lar. Mana esa men mana bu yerda bitta narsa turib bir choy. Tazor qilib normalda urib berchi. Hop. Menga qaramanglar. Ikkita ketdi. Yana mana yerda ko'timda qichayotgan paytimda yana bu cho'ra. Mana yerda qayoqlardan qichib ketyapti. Yeb kirisa. Yana bitta joy qichib ketyapti. Shunchaki salom lekin. Yana yerda bitta joyda o'tirib. Meni yordam beringlar. Yordam beringlar. Rasmga tag'in. Rasmga. Oma rasmga. Biliyor rasmga oldi kirisa. Chekkamdan turib. Mana yana bitta joy qichib o'tirgan paytimda. Qiyshiq darsan Oma. Qiyshiq. Qoch endi bu yo'g'ini o'zim bilaman. Tiqilib qoldim. Yana bitta joydan chiqib ketyapti. Shajaxon, mana